Ogoh.uz'da kun yangiliklari, eng muhim xabarlar bir joyda. Umradagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun reyslar tashkil etiladi. O'zbekistondagi barcha aviakompaniyalarga keyingi ogohlantirishgacha o'zbekistonlik ziyoratchilarni Umra dasturi bo'yicha Saudiya Arabistoniga olib borishni to'xtatib turish vazifasi yuklatilgan. Aviakompaniya tomonidan bugun 2-martdan boshlab Umra dasturi doirasida O'zbekiston Airways reyslari orqali Saudiya Arabistoniga olib borilgan o'zbekistonliklarni mamlakatga qaytarish maqsadida Jidda-Toshkent yo'nalishida repatriatsiya reyslari tashkil etiladi. Prokuratura xodimi $9,000 pora bilan ushlandi. Toshkent viloyati prokuraturasining devonxona noziri O'rtachirchiq tumanidagi yakka tartibdagi tadbirkorga tegishli savdo do'konida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanganlik holati bo'yicha aniqlangan 276 million so'mlik jarimani bartaraf etib berish va unga nisbatan chora ko'rilmasligini ta'minlash evaziga $9,000 olgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, devonxona noziriga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eronda jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q. O'zbekistonning Erondagi elchixonasi ma'lum qilishicha, hozirgi vaqtda Eron hududida 81 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lib turibdi. Shulardan 8 nafari diplomatik vakolatxonalar xodimlari, 9 nafari Qum shahrida tahsil olayotgan talabalar, 55 nafari Eron hududida doimiy yashovchi fuqarolar, 9 nafari xususiy safar bilan borganlar. Qirg'izistonda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonning Chuy viloyatidagi aylanma yo'lda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi vafot etgan. Hyundai Sonata haydovchisi Nissan Sirena avtomobili quvib o'tish vaqtida qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan va ro'paradan kelayotgan Audi S4 bilan to'qnashgan. Hodisa joyida Audi'ning 67 yoshli yo'lovchisi halok bo'lgan. 74 yoshli haydovchi esa shifoxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Sonata haydovchisi hamda yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Birlashgan Arab Amirliklari Yaqin Sharqdagi mojarolar sabab mamlakatda qolib ketgan sayyohlarning xarajatlarini qoplaydi. Birlashgan Arab Amirliklari hukumatining ma'lum qilishicha, aeroportlar yopilishi sababli qolib ketgan sayyohlar va yo'lovchilarning mehmonxona va ovqat xarajatlari davlat hisobidan qoplanadi. Abu Dhabi Madaniyat va turizm departamenti vaqtincha turistlar turar joy ovqat bilan ta'minlanganini, reyslar qayta bron qilish jarayonini amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. Hozirga qadar 20,200 dan ortiq yo'lovchi ushbu xizmatlardan foydalangan. Eron AQShning 500 dan ortiq harbiy xizmatchisini yo'q qilganini ma'lum qildi. Islom inqilobiy qo'riqchilari korpusi Eronning Bahrayn va boshqa mamlakatlardagi bazalariga bergan raketa zarbalarida AQShning 560 nafar harbiy xizmatchisini o'ldirgan. Bundan tashqari Eron Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi hududida AQSh va Britaniyaning 3 ta tankeriga raketa zarbalari bergani aytilmoqda. Eronning Tasnim agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklariga berilgan raketa zarbasi oqibatida Markaziy razvedka boshqarmasining 6 nafar yuqori lavozimli ofitseri yo'q qilingan.